Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Dark Hack kanali bo'lmoqda. Bugun sizlar bilan bitta bomba sayt haqida gaplashamiz. Telegram kanalimizda o'sha saytning silkasini topishingiz mumkin. Mana o'sha sayt Chromex degan sayt bo'ladi. O'zi bu saytni sizlarga birma-bir tanishtirib chiqaman. Qani ketdik do'stlar. Mana bu sayt mana shu pul ishlaydigan sayt bo'lib, bu eng zo'r sayt hisoblanadi. Mana bu yoqqa sizlarga hozir kirishni o'rgataman. O'zingizni loginingizni yozasiz. Misol uchun ko'rsatyapman Dark Hack yoki emailga darkhack mail.ru gmail.com yoki mail.ru yozish mumkin. Parolga darkhack 25 shunga o'xshagan o'zingizni xohlovchi parollarni qo'yishingiz mumkin do'stlar. Mana sizlarga hozir terib ko'rsam. Bu yoqda ham darkhack 25 chiqamiz. Mana zaregistratsiya tugmasini bosamiz. Men oldin zaregistratsiya bo'lganim uchun tepadan o'zimning akkauntimga kiraman. Mana teparoqqa chiqsak, avtorizatsiya degan joy bo'ladi. Mana shu yerda loginga mana o'zimning loginimni va pastiga parolimni yozib, ya'ni robotni tasdiqlab, vhodni bosaman. Mana saytga kirib oldik do'stlar. Mening hozir balansimda 28 rubl уже to'planibdi. Mana vyplata 15 rubl hozirgacha chiqarganman, depozit esa 100. Bu agar sayt 100 rubl tashlansa, 67 soatdan so'ng 200 rubl qilib qaytib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Mana hozir sizlarga birma-bir saytni tushuntirib o'taman. Hozir bonusga kiramiz. Mana shu bonusni olish uchun YouTube'ga men video chiqaryapman. Har bitta YouTube'ga video chiqarganda shu 50 rublgacha pul beradi. Masalan 10 rubl, 33 rubl, 45 rubl har xil bo'ladi. Mana profilga qaytamiz. Men hali bunda endi novichok. Mana bu yoq poполнение, bu yoqqa masalan 100 yozib, mana shu o'zingizni o'sha Chrome text kошелегingizni o'sha to'ldirishingiz mumkin. Bu yoqda har xil Visa, Mastercard, Pay, Kiwi, Yandex Money, Perfect Money har xil joylardan to'ldirishingiz mumkin. Men hozircha mana bu statuslar o'sha 100 rubl qo'ysa qancha pul beradi? Mana shularga o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Mana ikkitasi ajdanda bular o'xshamadi. Menda o'rtanchasi 100 rubl tashladim, birinchi marta o'xshadi. Mana sizlarga o'zimizda 28 rubl bor, o'shani chiqarib hozir sizlarga ko'rsaman videoda. Mana Kiwini tanlaymiz, summani yozamiz. Mana birinchi boshida 10 rubl, keyin yana 5 rubl chiqarganman. Buni hozir sizlarga ko'rsaman. Hozir yana 25 rubl chiqarib sizlarga ko'rsaman. Mana 25. Выплата успешна, поддержка, проверьте баланс кошелек. Bu yerda o'sha Kiwi kошелегingizga уже pul tushdi, borib ko'rishingiz mumkin deyapti. Hozir bir qitting ozgincha kutamiz. Kiwiga kiramiz. Mana menda hozircha o'zi 15 rubl bor edi. Hozir yana 25 rubl kelishi kerak. Hozir obnovit qilib turaylik. Kelib qolsa kerak. Bu o'sha balans kelib to'ldirishdi. Hatto 1 minutga ham bormaydi. Bu juda ham tez keladi bu. Shu 30 sekund orasida keladi. O'zingiz ko'rasiz. Obnovit qilib turaylik. Mana keldi do'stlar. Mana hozir kiramiz. Mana 00 soat ham 00 26-chisilar. Hozir kiramiz. Mana 26-chisilar 26-avgust. Mana do'stlar, bunda hech qanday aldov yo'q. Bu haqiqiy bomba bot. Bot emas, sayt. Mana 25 rubl ham keldi. Endi depozitga o'tsak, bu depozit o'sha sizga kelgan pulni qanchaligini o'sha depozitga aksiya qilingan o'sha pulni o'sha ishlash davom. Istoriyaga o'tsak, bu istoriya mana 25 rubl hozir chiqardim. Bu agar 100 rubl tashlansa, har 6 minutda 0.30 rubldan beri boradi. Bu degani 6 minut bo'lsa, 1 soatda 3 rubl beradi. Mana shunday. 17 soatda esa bu pul 200 rubl bo'ladi. My Patriot, bu Patriot o'sha referali, ya'ni bu o'sha referalniy silka.
bu agar referalniy ссылканы boshqa birovga agar tarqatilsa, bu ссылка orqali boshqa kishi agar kirsa, o'sha odam sizning ссылкаңizdan kirgani shu saytga agar попальнить qilsa, o'sha попальнить qilgan summasini 16% sizga kelib tushadi. Misol uchun 100 rubl tashlansa 16 rubl sizga keladi. Bu esa настройка o'zingizni o'sha данные kошелеklaringizni raqami kiritishingiz mumkin настройкада. Qayta profilga o'tamiz. Mana balansimizda yana 4 rubl bo'libdi. Vyplata 40 rubl. Depozit 100. Mana shunday qilib pul ishlashingiz mumkin. Bunda hech qanday qiyinchilik yo'q. Shunchaki 100 rubl balansingizni to'ldirsangiz, har 6 minutdan 600 rubldan berib boradi. Mayli, xayr do'stlar. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia.